68. hadis. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: İnne mutehabbine fillahi fi zillil arsh. Haqiqatda bir-birini Allah üçün yaxshi ko'rganlar qiyomat kuni arshning sayisida bo'ladi. Başqa hadis oyatlardan bizga ma'lumki, qiyomat kuni Allah subhanahu wa ta'ala kunni yaqinlashtirib qo'yadi. Odamlar talab o'zining ta'rida cho'kidi. Ba'zi bir odamlar talab uningdan chiqqanda tizig'i yetidi. Ba'zi bir odamlarning beliga va ba'zi birlarining og'ziga yetidi. Shu kuni bu dunyoda bir-birini Allah roziligi uchun yaxshi ko'rganlar arshning sayisida bo'ladi. Bir odamni Allah roziligi uchun yaxshi ko'rish degan, uning Allohga bo'lgan muomala uchun yaxshi ko'rish. Hatto u odamdan hech bir dunyoviy foyda bo'lmasa-mu yaxshi ko'rish. Masalan, uni Allohdan boshqa hech kimga ibodat qilmasligi uchun yaxshi ko'rish. Peygamberimiz sallallohu alayhi va sallamning sunnatini mahkam tutqani uchun yaxshi ko'rish. Namoz uchun, roza uchun, soqol uchun, hijob yog'liq uchun va boshqa Alloh amr qilgan narsalarga bo'ysungan uchun yaxshi ko'rish, Alloh uchun yaxshi ko'rish deb hisoblanadi.